Bismillahirrahmanirrahim. Ey payg'ambar, ularga Yahudilarga shundoq bir odamning qissasini o'qib berginki, u odamga oyatlarimizni bergan edik. U oyatlarimizdan o'zini tortib edi, shayton uni o'ziga agashtirib oldi. Shuning bilan u azg'ullardan bo'lib ketdi. Agar biz xohlasak, bu oyatlar bilan uning darajasini ko'taratdik. Lekin u dunyoga berilib ketdi. Nafsi xohishiga bo'ysundi. U go'yo bir itga o'xshaydi-ki, uni qo'g'livatsangmi tilini chiqarib hasiraydi. Qo'g'livatmasangmi tilini chiqarib hasiraydi. Bu bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqargan ana shu qavmning misolidir. Qavmingning o'ylab beqishi uchun bu qissani so'zlab bergan. Bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqarib, o'zlariga ziyon solgan qavmning misoli nima degan yomon. Allah kimni hidoyat qilsa, hidoyat topquchi ashudir. Allah kimni azg'un qilsa, haqiqiy ziyon tortquchilar ana shulardir. Shak shubhisizki, jinlardan va insonlardan nurg'unlarni do'zax uchun yaratdik. Ularning dillari bor turib tushunmaydi, ko'zlari bor turib ko'rmaydi, quloqlari bor turib anglamaydi. Ular go'yo hayvonga o'xshaydi. Hayvondan battar azg'undir. Ana shular g'ofillardir. Allohning go'zal ismlari bor. Shunga sizlar Allohni shu ismlar bilan chaqiringlar. Allohning ismlari haqida to'g'ri yo'ldan ezib ketganlar bilan koringlar bo'lmasin. Ular qilmishlarining jazosini tortadi. Biz yaratgan ummatlar ichida haq yo'lga da'vat qiladigan va adolatni haq bilan barpo qiladigan bir ummat bor. Bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlarga kelsak, ularni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yaqinlashtiramiz. Ularga muhlat beraman. Mening tadbirim haqiqatan kuchlidir. Ular o'zining eng tunishliq hamrohi Muhammad alayhissalomda hech bir majnunlik yo'qligini o'ylamamdi. U faqat up-uchuq bir ogohlantiruvchidir. Ular osmonlarning va zaminning saltanatiga, Allohning yaratgan maxluqotlarga nazar solmadimi? Ular o'zlarining ajali yaqinlashib qolganligining mumkinligi ustida fikr yurgizmamdi. Ular Qur'ondan boshqa yana qaysi so'zga ishonadi? Allah azdurgan kishini hidoyat qilguvchi bo'lmaydi. Allah ularni ozg'unligida qo'yib beradi. Ular tengirqab yuradi. Ey payg'ambar, Makkalik kofirlar sendan qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi. Aytqinki, uning ilmi faqat Rabbimning dargohidadir. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqaradi. Qiyomatning vaqtini bilish osmonlarning va zaminning ahliga ig'ir keldi. U sizlarga faqat tuyuqsizlik keladi. Ular go'yo sen qiyomat bilan nihoyatda tunishdak uni sendan so'rashidi. Aytqinki, uning ilmi faqat Allohning dargohidadir. Lekin bundoq ekanligini insonlarning to'lisi bilmaydi. Ey payg'ambar, aytqinki, Allohning xolig'idan boshqa o'zimga foyda yetkazish, o'zimni ziyondan qo'g'dab qilish mening qo'limdan kelmaydi. Agar men g'ayibni biladigan bo'lsam, o'zimga nurg'un yaxshiliklarni elib kelgan, ziyon zahmatga uchirmagan bo'lardim. Men faqat iymon aytadigan qavm uchun ogohlantiruvchi va xushxabar berguvchi qilib avatilgan payg'ambarman. U sizlarni Odam alayhissalomdan iborat bir insondan yaratgan. Uning unsi ulfat elishi uchun ayolini uning o'z tipidan yaratgan zotdir. U ayoli bilan yaqinchilik qilgandan keyin ayoli yenikkina homildor bo'ldi. Bu homildorlik davomlashdi. Ayoli ig'irlashgandan keyin ayol ikkilan Robbi Allohga, agar bizga bejirim farzand ato qilsang, albatta ne'matingga shukr qilguvchilardan bo'lamiz, deb duo qildi. Allah ularga bejirim o'g'il farzand ato qilibdi. Ularning avlodlaridan ba'zisi Allohning o'zlariga ato qilgan narsasi farzandlari haqida Allohga boshqalarni shirik qilib oldi. Allah ular shirik qilgan narsadan pokdir. Ular hech narsani yaratolmaydigan, balki o'zlari yaratilgan narsalarni Allohga shirik qilib olamdi. U narsalar cho'qing'uvchilarga yordam berolmaydi. O'ziga yordam berolmaydi. U narsalarni to'g'ri yo'lga chaqirsanglarmi, ular sizlarga agashmaydi. Mayli ularni da'vat qilinglar yoki jim turinglar, bu ular uchun baribir o'xshashdir.
ya'ni da'vatinglarga javob berolmaydi. Sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalaringlarmo sizlarga o'xshashli maxluqotdir. Agar ularni iloh degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, sizlar ularga duo qilib beqinglar. Ular duoyinglarni ijobat qilib baqsin. Ularning mangdigan putlari bormi? Yoki tutadigan qo'llari bormi? Yoki ko'radigan ko'zlari bormi? Va yoki anglaydigan quloqlari bormi? Ey payg'ambar, mushriklarga aytqinki, sizlar Allohga shirik qilib olgan narsalarni chaqiringlar. Ondan menga ozroqmi möhlat bermay, qo'linglardan kelishcha ziyonkashlik qilib beqinglar. Shaksizki, mening egam kitobni, Qur'onni nozil qilgan Allohdir. U yaxshilarga igidorchilik qiladi. Sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalar sizlarga yordam berolmaydi. O'zigami yordam berolmaydi. Ey payg'ambar, agar ularni hidoyatga da'vat qilsangmi, ular anglamaydi. Ularning sana qarab turganligini ko'rsan, halbuki ular ko'rmaydi. Ey payg'ambar, apuchallik yo'lini tutqin. Kishilarni yaxshilikqa buyurg'in va nodonlar bilan tang bo'lmag'in. Agar sen shaytondan biror vasvasini his qilsang, darhol Allohga sig'inib panoh tilegin. Shaksizki, Alloh hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Taqvodorlar shaytonning vasvasiga uchrasa, Allohni esiga oladi-da, shu hamon haqiqatni ko'rib oladi. Shuning bilan gunohdan yonadi. Shaytonlar o'zining ozg'un do'stlarini bo'lishcha ozdiradi. Ularni ozdirishdan bo'shib qolmaydi. Ularga o'zlari talab qilgan mo'jizalardan biror mo'jiza keltirmasang, ular o'zing o'ydirib chiqsang bo'lmamdi deyishidi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, men faqat Rabbim tarafidan menga vahiy qilinganiga amal qilaman. Bu Qur'on Rabbinglar tarafidan keltirilgan dalillardir. Iymon aytadigan qavm uchun hidoyat va rahmatdir. Rahmatga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chaqda uni diqqat bilan jim turib anglanglar. Rabbingni yilingan va uningdan qo'rqqan holda ichingda yod etgin. Atganda oqshomda o'ttirhal ovozda uningga zikr aytqin. G'ofillardan bo'lmag'in. Rabbingning dargohidagi farishtalar uningga ibodat qilishdan bosh tortmaydi. Allohga kech-kunduz tasbih aytib turadi va sajda qilib turadi.